Otasining o'rniga kelgan Qutbiddin Muhammad 30 yil davomida Xorazmni adolatli boshqardi va 1127-yilda vafot etdi. Saljuqiylar sultoni Sanjar 1128-yilda Qutbiddin Muhammadning o'g'li Otsizni Xorazm noibi etib tayinladi. Xorazmshoh Otsiz ham bobosi va otasi kabi Saljuqiylar saroyida yetishgan edi. Ta'lim va davlat boshqaruvi ilmini yaxshi egallagan Otsiz qisqa vaqt ichida Xorazm xalqining e'tiborini qozondi. 1130-yilda Sulton Sanjar Movarun Nahr noibi isyoni tufayli Movarun Nahr ustiga yurish boshladi. Sulton Sanjar Buxoro yaqinida qarorgoh qurdi. U ovga chiqqan paytda unga suiqasd tayyorlanayotgan edi. Bu vaqtda Otsiz to'satdan uyqusidan uyg'onib ketdi va otiga minib Movarun Nahr tomon yo'l oldi. Sulton Sanjar ovga chiqdi. Ov asnosida atrofini suiqasdchilar o'rab oldi. Bu orada Otsiz suiqasd joyiga yetib keldi. Vaziyatni ko'rgan Otsiz tezda suiqasdchilarni bartaraf qilib, sultonni qutqarib qoladi. Sulton Sanjar Xorazmshoh Otsizdan bu suiqasd haqida qayerdan xabar olding deya so'raydi. Otsiz shunday javob beradi. O vaqtida sulton hazratlariga nimadir bo'lganini tushimda ko'rdim. Bu tushdan so'ng tezda siz tomon otlandim deya javob beradi. Yaxshi xizmatlari tufayli Otsizning darajasi ko'tarildi. Sulton Sanjarning unga nisbatan ishonchi va inoyati kundan kunga ortib bordi. Ammo bu holat Otsizning poytaxt Marvdagi raqiblari bo'lgan amirlar va davlat amaldorlarining hasadiga sababchi bo'ldi. Ular doimo xavotirda edilar. Iroqda Saljuqiylarning boshida turgan Sulton Sanjarning jiyani Sulton Mahmud 1131-yilda vafot etgach, Saljuqiylar davlatining g'arbiy mintaqasida tartibsizliklar yuzaga keldi. Sulton Sanjarga qarshi Mas'ud, xalifa Mustarshid va Saljuqshoh ittifoq qurib, qo'zg'olon ko'tarishdi. Bu ittifoqqa qarshi Sulton Sanjar Iroq safariga chiqdi. Ikki qo'shin 1132-yili 25-mayda Dinovar yaqinida to'qnash keldi. Bu jangda Sulton Sanjar qo'shini g'alaba qozondi. Xorazmshoh Otsiz bu jangda chap qanot qo'mondoni o'laroq qatnashib, katta tajriba qozondi va Xorazmga qaytib ketdi. Sulton Sanjar 1135-yilda G'aznaviylar qo'zg'olonini bostirib, Balx shahriga keldi. G'azna safari davomida Saljuqli amirlari va amaldorlari Otsizni Sulton Sanjarga shikoyat qilib yomonlashdi. Otsiz sultonning o'ziga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'layotganini anglab yetdi. Bundan xavotirga tushgan Otsiz sultondan Xorazmga qaytish uchun Otsizni Sulton Sanjarga shikoyat qilib yomonlashdi. Otsiz sultonning o'ziga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'layotganini anglab yetdi. Bundan xavotirga tushgan Otsiz sultondan Xorazmga qaytish uchun ruxsat so'radi. Otsiz sulton bilan vidolashib, Xorazm tomon yo'lga chiqqandan so'ng Sulton Sanjar yaqin odamlariga shunday dedi: "Hozir bizdan uzoqlashgan insonni endi biz yuzini ko'rmaymiz. Atrofdagilar sultonga agar qaytib kelmasligini bilgan bo'lsangiz, nega qo'yib yubordingiz deyishdi." Sulton bunga javoban Otsiz menga sadoqat bilan ko'p bora xizmat qildi. Shu xizmatlari tufayli uni qo'yib yubordim dedi. Otsiz Xorazmga qaytgach, o'zi qarorlar qabul qilib, Xorazmni mustaqil boshqarishni boshladi. Otsizning davrida Xorazmdagi umumiy ahvol yaxshilanib, hukmronligi mustahkamlandi. Hatto Buyuk Saljuqiylar davlatining sultoniga qarshi chiqa olishga tayyor darajasiga yetdi. Sulton Sanjar Otsizning Marv saroyidagi dushmanlariga ishonib, Otsizga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lishi Otsiz G'azna safarida isyon bayrog'ini ko'tarishiga sabab bo'ladi va Otsiz Xorazm mustaqillik harakatini boshlaydi. Birinchi bo'lib Otsiz Marv atrofidagi ko'chmanchi turklarni o'zining tarafiga o'tkazishga urindi. Otsiz Sulton Sanjarning ruxsatisiz Jan shahriga yurish qildi. Jan shahri amirini mag'lubiyatga uchratib, shaharni qo'lga oldi. Shahar va atrofidagi yerlarni bo'ysundirgach, Gurganchga qaytdi.
Xorazmshoh otsizning Jan shahrini qo'shib olishining sababi shahar atrofidagi ko'chmanchi Qipchoq qabilalarining harbiy kuchlaridan foydalanish va qo'shinini kuchaytirish edi. Otsizning keyingi yurishi O'g'uz qabilalari yashaydigan Mang'ishloqqa bo'ldi. Mang'ishloqni tez fursatda sarhadlariga qo'shib olgach, Xorazmshoh otsiz Gurganchga qaytdi. 1138-yilda otsiz Xorazm mustaqilligini e'lon qildi. Otsizning bu harakati Saljuqiylar sultoni Sulton Sanjarni qattiq g'azablantirdi va bunga javoban Sulton Sanjar Xorazmni qo'ldan boy bermaslik maqsadida o'sha yili poytaxt Marvdan yo'lga chiqdi. 1138-yil sentyabr oyida sulton qo'shini bilan Balx shahriga yetib keldi. Otsiz Sulton Sanjarning yo'lga chiqqanini eshitgach, jang uchun tayyorgarlikni boshladi va Xorazm hukmdorlari tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan usulni qo'llashga kirishdi. Bu usul suv to'g'onlarini ochib, Saljuqiylar qo'shinining o'tadigan yo'llarini botqoqlikka aylantirish edi. Qo'shinni to'plab, Otsiz Gurganchning janubida joylashgan Xazorazm qal'asi tomon yo'lga chiqdi. Xazorazm qal'asiga yetib kelgach, qal'a yaqinida qarorgoh qurdi. Qal'a juda mustahkam qal'a edi. Xorazmshoh otsiz qal'a devorlari atrofiga xandaq qazdirib, ichiga suv to'ldirdi. Bu orada Sulton Sanjar Iroq, Seiston, Xuroson va Mozandaron qo'shini bilan Balxdan Xorazmga yo'l oldi. Saljuqiylar qo'shini qadimda Jayxun deb nomlangan Amudaryo qirg'og'idan Xorazm tomon yurishni davom ettirdi. Biroq otsizning hiylasi ham o'z samarasini berayotgan edi. Xorazm yo'li suv toshqinlari bilan botqoqlikka aylantirilishi tufayli Sulton Sanjar qo'shini sekin harakatlanardi. Ko'p o'tmay 1138-yil noyabr oyida raqiblar Xazorazmga yetib kelishdi. Ikki qo'shin Xazorazm shahri yaqinida to'qnash keldi. Bu jang Otsiz va Xorazmshohlar davlati uchun katta ahamiyatga ega edi. Har ikki qo'shin hujumga o'tdi va jang boshlandi. Sulton Sanjar qo'shini har tomonlama Otsizning qo'shinidan ancha kuchli edi. Xorazmshohlar qo'shini asta-sekin mag'lubiyat ko'chasiga kira boshladi. Bu holatni anglay boshlagan Otsiz chekinishni buyurdi. Bu jangda 10 mingga yaqin Xorazmshoh askarlari halok bo'ldi. Otsizning o'g'li Otliq Sulton Sanjarga asir tushdi. Sulton buyrug'i bilan Otliq qatl qilindi. Boshi esa Movarunnahrga, Qoraxoniylar hukmdori huzuriga yuborildi. O'g'lining o'limidan qattiq xafa bo'lgan Xorazmshoh Otsiz bu voqeadan keyin Saljuqiylar bilan munosabatlarida tuzatib bo'lmas jarohat oldi. Otsiz mustaqillik uchun ilk kurashini muvaffaqiyatsiz yakunladi. Buyuk Saljuqiylar davlati qanchalik kuchsizlangan bo'lmasin, hali juda yirik bo'lmagan Otsizning qo'shiniga bas kela olardi. Bu jangdan so'ng Xorazm mintaqasi yana Saljuqiylar davlatiga qaytarildi. Mag'lubiyatga uchragan Otsiz mamlakatidan quvg'in qilindi. Sulton Sanjar akasining o'g'li Sulaymonni Xorazmshoh etib tayinladi. O'zi esa 1139-yilda poytaxt Marvga qaytib ketdi. Xorazm xalqi Sulaymondan mamnun emasdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Otsiz Xorazmga qaytib keldi. Xalqning yordami bilan Sulaymonni quvib yubordi. Sulaymon odamlari bilan poytaxt Marvga qaytib ketdi. Xorazmshoh Otsiz Xorazm mintaqasida hukmronligini qayta tiklagach, 1140-yilda Buxoroga qasos safariga chiqdi. Buxoro shahrini tez fursatda fath qildi. Sulton Sanjarga tobe bo'lgan shahar amiri Zangini qatl qilib, shahar devorlarini buzdirib tashladi. Otsizning Buxoro yurishi uning Xazorazm qal'asi yaqinidagi mag'lubiyatdan keyin tezda o'zini qayta tiklab olganidan dalolat edi. Aqlli va kuchli siyosatchi bo'lgan Otsiz Buxoro hujumining javobsiz qolmasligini bilar edi. Shuning uchun ko'p vaqt o'tmay Xorazmshoh Otsiz 1141-yil may oyida Sulton Sanjarga bir elchi yuborib, sadoqatini bildirib qasamyod qildi.
Otsizning sultonga qasamyod qilib tobeligini bildirgani sababi Sulton Sanjar katta qo'shin to'plab urushga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Sulton Sanjar Movarounnahr mintaqasiga tahdid solayotgan Qoraqitoylar davlatiga qarshi buyuk bir safarga tayyorgarlik ko'rayotgandi.